Xo'p, bugungi mavzuimiz irratsional tenglamalar sistemasi. Irratsional tenglamalar sistemasini yechishni bir necha xil usullarni ko'rsatamiz va bu mavzudan milliy sertifikatga tushayotganligi uchun shu mavzudan boshlashga qaror qildik. Demak, sistemani bilamizki, 3 xil usuli bor yechishni. Birinchisi qo'shish, ikkinchisi o'rniga qo'yish va grafik. Irratsional tenglamalar sistemasi sal murakkabroq bo'lganligi uchun belgilash kiritishlarni ham birgalikda qo'shib yechish yo'llarini ko'rsatib ketamiz. Demak, birinchi misol bizga berilgan iltizosida x minus iltizosida y 4 ga va 2 iltizosida x plus 3 iltizosida y 18 ga. Buni tenglamalar sistemasini qo'shish usulidan foydalanamiz. Qo'shganimda faqat qo'shish uchun noma'lumlar yo'qolish uchun birinchi tenglamani ichiga ko'paytirib olamiz. Bunda iltizosida x 3 ta minus 3 ta iltizosida y teng 12. İkincisi doğrudan doğru o'zi yoziladi. Plus 3 ta iltizosida y 18. Qo'shib olaman. Qo'shganimizda qarama-qarshi sonlar bo'lganligi uchun ayriladi. Ya'ni chap tomonga, o'ng tomonga qo'shamiz. Shunda 5 ta iltizosida x teng bo'ldi 30 ga. Iltizosida x topildi. Agar 30 ni 5 ga bo'lsa 6. Bunda iltizosida x teng 6 ga kvadratga oshiraman. Kvadratga oshirilganda kvadratimizdan qisqarib xolos qoldiramiz va x teng 36 ga teng. X topildi. Endi xohlasak birinchi tenglamaga olsak, ikkinchi tenglamaga olib borib qo'yamiz. Yoki iltizosli x ni olib borib qo'ysak ham bo'ladi. Iltizosli x ni ikkinchi tenglamaga olib qo'ymoqchiman, chunki men peshoralarda adashmasligim uchun. 2 kere iltizosli x o'rniga 6 plus 3 ta iltizosli y teng 18. Demak, 12 plus 3 ta iltizosida y teng 18. Bir tomonga o'tkazib olaman. 3 ta iltizosida y 18 dan 12 ni ayiramiz. Qarama-qarshi bilan o'tadi. 3 ta iltizosida y teng bo'ladi 6. Iltizosida y topildi. 2, ya'ni kvadratga oshiraman. Y ma'lum bo'ldi 4 lik. Shunda x ning qiymati 36, y ning qiymati 4. Bu birinchi yechim. Endi shunga o'xshash bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz. Shunda 3 ta iltizosida x minus iltizosida y teng 8 ga. Iltizosida x plus 2 iltizosida y teng 19 ga. Bunda ham xuddi qo'shish usulidan foydalanamiz, faqat kayfiyatlarni bir xil qilib olishimiz uchun birinchi tenglamasi 2 ga ko'paytiramiz. Birinchi tenglamasi 2 ga ko'paytirganimda 6 ta iltizosida x minus 2 ta iltizosida y teng 16. Iltizosida x plus 2 ta iltizosida y aytadigan bo'lsangiz qarama-qarshi sonlar bo'ldi. Teng 19. Qo'shib yuborganda iltizosida 2 ta y lar qisqarib 7 ta iltizosida x yani qarib ketadi. Teng 35. Iltizosida x topildi 5 ga. Kvadratga oshirsa ham bo'ladi. Iltizosida x o'rniga olib kelib qo'yib, iltizosida y topolsak ham bo'ladi. Bu ikkinchini yechimini davom ettiramiz. Demak, iltizosida x o'rniga qo'ysak ham bo'ladi yoki iltizosida x dan qutulib x o'rniga borib qo'ysak ham bo'ladi. Iltizosida x o'rniga borib qo'yish ma'qul emas va iltizosida x o'rniga 5 qo'yaman. Plus 2 ta iltizosida y teng 19. Shunda 2 iltizosida y 19 dan 5 ni ayiraman. 2 iltizosida y teng bo'ldi 14 ga. 2 iltizosida y bo'lganicha 2 ga bo'lib yuborib, iltizosida y'imiz teng bo'ldi 7 ga. Iltizosida y topildi, iltizosida 5 x topildi 5 ga. Bunda y ni topaman. Y'imiz 49. X ni topa olaman. X iltizosida x 5 ga tengligidan foydalanib 5 ga tengligini kvadratga oshirib qisqartirib x teng 25. 25 u 49 bo'ldi yechimlari. Yechimini olamiz 25 ga 49 ga teng bo'ladi. Endi shunga o'xshash yana bir narsani ko'rib chiqamiz. Keyingi savolimizda kublik darajalari berilgan. Keyin kublik darajalarini ko'rib chiqamiz. Hop, navbatdagi misolga o'tamiz. Navbatdagi misolimizning ko'rinishi kublik darajali iltizosida x, kublik darajali iltizosida y 3 ga tengligi va yig'indisi 5 ga tengligi berilgan.
bu holatda belgilash kiritib olishni maslahat beramiz, chunki nima bizga ildiz osti x ni a deb belgilab olaman, ildiz osti, ya'ni ko'pincha darajali ildiz ostida y ni b deb belgilab olaman. Demak, boshladim. A ildiz osti x o'rniga a qo'yaman. Ko'pincha darajali ildiz ostida x minus ko'pincha darajali ildiz ostida y, ya'ni b teng 3 ga. Keyingisida a plus b teng bo'lar ekan 5. Mana qulayroq ko'rinish bo'ldi. Endi tenglamalar sistemasini qo'shish usulidan foydalanaman. Qo'shganimda blar ayrilib, ya'ni tenglikni chap tomonidan chap tomonga, o'ng tomondan o'ng tomonga qo'shganimizda chap tomondagi blar qarama-qarshi chora bo'lgani uchun ayriladi. 2 a teng 8. A teng bo'ldi 4 ga. A ni biz ko'pincha darajali ildiz ostida x ni belgilaganmiz. Ya'ni 4 ga. Ikkita o'zini topib qo'ya qolaman, hozircha kubga oshiraman, ko'pincha darajali bo'lganligi uchun. Shunda 64 bo'ldi, x topildi. Hozir x o'rniga olib, hozir x o'rniga olib qo'ysa yoki ko'pincha darajali ildiz ostida x o'rniga olib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, ko'pincha darajali ildiz ostida x o'rniga 4 ni qo'yaman. 4 ikkinchisiga qo'ya qoling. 4 qo'shilgan ko'pincha darajali ildiz ostida y teng 5. Ko'pincha darajali ildiz ostida y ni bir tomonda qoldirib, tenglikni bir tomonda o'tkazib olaman. Ya'ni 5 dan aylanib 4. Ko'pincha darajali ildiz ostida y teng bo'ladi 1 ga. Kubga oshirsam y imiz 1ligi ma'lum bo'ldi. Shunda x ning qiymati, y ning qiymati topildi. 64 1 tenglamalar sistemasining yechimi. Keyingi misolga o'taman. Keyingi misolimiz xuddi shunga o'xshash, faqat sonlar o'zgaradi. 1 va 5 bo'lib. Keyingi misolga o'tishdan oldin bittani qaytadan tushuntirib ketaman. Ya'ni ko'pincha darajali ildiz ostida ko'pincha darajali ildiz ostida x, ko'pincha darajali ildiz ostida y, ko'pincha darajali ildiz ostida x. Koeffitsyentlari qarama-qarshi bo'lganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri qo'shib qo'ya qoldik. Faqat belgilash kiritib oldik. Qaytadan tushuntirib yo'nalish berib ketaman. A ko'pincha darajali ildiz ostida x belgilandi, b ko'pincha darajali ildiz ostida y belgilandi. Shunda tenglamalar sistemasini qo'shish usulidan yana foydalandik. Qarama-qarshi koeffitsiyentlar bo'lib qoldi. Ayrilib 2a teng 8 ga. Shunda 2 ga 8 ni bo'lib olib, a ni topib oldim. Ko'pincha darajali ildiz ostida belgilaganimiz uchun olib kelib o'rniga qo'ydik. Ko'pincha darajali ildiz ostida x ni o'rniga olib kelib qo'ydik. Kubga oshirdim. X ma'lum bo'ldi. Va ko'pincha darajali ildiz ostida x to'rtligidan foydalanib olib borib qo'yib olasangiz, siz x ni o'zini olib borib ildiz ostiga qo'yib topib qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi tenglamaga qo'yganligim uchun mana yig'inda shunday adashmaslik uchun ikkinchi tenglamaga qo'ydim. 4 ni olib kelib qo'ydim. Ko'pincha darajali ildiz ostida x o'rniga qo'ydim. Va ko'pincha darajali ildiz ostida y ma'lum bo'ldi. Faqat qarama-qarshi chora bo'lib o'tgani hisobiga 1 ga tenglik. Qisqarda y ma'lum bo'ldi, tenglamalar sistemasi yechimi topildi. Keyingi misol faqat oldingi misolning koeffitsentlari 1 ga tengligi yoki qarama-qarshi minus 1 ga teng bo'lgan holat edi. Bunda biror bir koeffitsiyentga ega bo'lgan holat. Bu ham soddaroq ko'rinish, faqat koeffitsentlari bor, oldidagi koeffitsiyentlar bor. Belgilab olsangiz ham bo'ladi yoki to'g'ri-to'g'ri qo'shish usulidan foydalansangiz ham bo'ladi. Men belgilab olishni sizga tavsiya qilaman. Bunda adashmasligingiz uchun. 2 ko'pincha darajali ildiz ostida x ni a deb belgilab oldim. 2a bo'ladi. Shunda plus ko'pincha darajali ildiz ostida y ni b harfi bilan belgilab olib, 3b minus 1 2a minus 3 1 teng minus 7. Yana qo'shish usuli, to'g'ridan-to'g'ri qo'shib olganimda chap tomondagi 3blar qarama-qarshi chora bo'lganligi uchun ayrilib ketadi. Shunda 4a teng minus 8 bo'ldi. Ikkita manfiy sonni qo'shganimda manfiy natija a ni topdim, minus 2. Ya'ni ko'pincha darajali ildiz ostida x minus 2 ga. Shunda xohlasangiz ko'pga oshirib qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz to'g'ridan-to'g'ri olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunda ikki kara minus 2 ko'pincha darajali ildiz ostida x ni o'rniga minus 2 deb qo'ydim. Plus 3 da ko'pincha darajali ildiz ostida y teng minus 4 plus 3 ko'pincha darajali ildiz ostida y teng minus 1. Bunda 3 kara ko'pincha darajali ildiz ostida y chap tomonda qoldi. Bu tomonga minus 1 tomonga minus 4 ni plus 4 ni o'tkazamiz. 3 ta ko'pincha darajali ildiz ostida y teng bo'ladi 3 ga. Ko'pincha darajali ildiz ostida y topildi 1 bo'lib.
Qani endi xohlasak x ni topib qo'ya qolamiz. X'imiz yoki y'imiz birinchi topib olaylik. Ko'pincha darajasi ostida y ni kubga oshiraman. 1 ning kubi 1 nikidan foydalandim. Y topildi 1 ga. X ni topish uchun kubga oshiraman. Kubga oshirdim. X topildi -8. Shunda tenglamalar sistemasining yechimi -8 u 1ligi ma'lum bo'ldi. Demak, yana qaytadan tushuntirib ketaman. Ko'pincha darajasi ostida koeffitsiyentlar bo'lganligi uchun koeffitsiyentlarni ham qarama-qarshi holda keltirib olsa bo'ladi yoki bunda hozir tayyor keltirilgan ko'pinchalarni belgilab olib 2a, 3b, 2a, 3b qilib belgilab olib. Qo'shib bersak tenglamalar sistemasida qarama-qarshi koeffitsiyentlarni keltirib faqat 4a ligi ma'lum bo'lib qoldi. 4a ni topib oldim. a ni biz ko'pincha darajasi ostida x ni belgilab olgandik. Ko'pincha darajasi ostida x ni joyiga qaytardik va x ni o'zini topish uchun kubga oshirdik. Keyingisida ko'pincha darajasi ostida y b da belgilangan edi. Biz to'g'ridan to'g'ri olib ikkinchi tenglamasiga olib qo'ygandik. Ko'pincha darajada yoki b da b ni o'rniga olib qo'ysangiz ham bo'ladi, ko'pincha darajasi o'rniga olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Biz shunda ko'pincha darajasi ostida y ni o'rniga olib qo'ydik va birinchi tenglamasiga qo'ydik. Birinchi tenglamasida -4, ya'ni ko'pincha darajasi ostida x o'rniga -2 qo'ydim. -4 va -4. Qo'shilgan 3 ta ko'pincha darajasi ostida y teng -1. Ma'lum noma'lum o'tkazib oldim. -1 tomonga 4 ni qarama-qarshi oraqaga o'tkazib oldim. Va 3 ga bo'lib berdik. 3 hosil bo'ldi tomonda. 3 ga bo'lib berdik. 1ligi ma'lum bo'ldi y. Keyingi misolga o'tamiz. Sal murakkabroq ko'rinishga o'tamiz. Keyingi misolimiz bu bundan oldingi misollarda ko'pincha darajasi ostida, ya'ni tog' ko'rsatkichli edi. Endi juft ko'rsatkichli ko'rinishlarni belgilashni ko'rib chiqamiz. Shunda biz bilamizki 4-daraja tizosida x ning ko'rsatkichi, ya'ni darajasi kvadrat tizosidan kichik bo'lganligi uchun kichik darajasini belgilab olamiz. Ya'ni 4-daraja tizosida x ni a bo'lsa, 4-daraja tizosida y ni b deb belgilaymiz. Boshlarim mana bu a kvadrat bo'lar ekan. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng 26. İkinci ko'rinish a deb belgilab oldik. A plus b teng 6. Shunda bizda tayyor biror turli xil yo'llari bor. Buni a ni topib o'rniga qo'yib hisoblasak ham bo'ladi yoki keltirib yig'indiga keltirib hisoblasak ham bo'ladi. Biz a ni topib 6 minus b qilib o'rniga olib qo'yamiz. Shunda 6 minus b ning kvadrati a ni o'rniga olib qo'yamiz. O'sha ko'p harf. Ya'ni 2 harf. Plus b ning kvadrati teng 26. 36 minus 12 ta b plus b kvadrat, ya'ni ayirmaning kvadrati bo'yicha yoyildi. Qo'shilgan b kvadrat turibdi teng 26. Ana endi ikkita b kvadratni qo'shaman 2b kvadrat o'xshash had bo'lganligi uchun minus 12b ga o'xshash had yo'q. Bo'ldi, qoldi. 36 qo'shilgan tenglikni 10 tomondagi 26 ni chap tomonga o'tkazaman, minus 26 bo'ldi. Shunda 2b kvadrat minus 12b plus 10. 2 ga karrali sonlar bo'lgani uchun tenglikning ikkala tomonini ham 2 ga bo'lib beraman. b kvadrat minus 6b va plus 5. Teorema metod orqali bundan ko'paytuvchiga aytib olaman. Minus 5 minus 1. Ya'ni ko'paytmasi 5, yig'indisi minus 6 ni beradigan sonlar. Shunda b 1 topildi 5 ga teng, b 2 topildi 1 ga. Qarasangiz, mana bu sonlarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Shunda endi biz belgilab oldik ko'pincha 4-darajali tizosida x ni 5 ga tengligini, ko'pincha darajali tizosida x emas, y ni 1 deb belgilagandik. 4-darajali tizosida x y ni 1 ga tenglayman. 4-darajaga oshirsam 625, 4-darajaga oshirsam 1, ya'ni y 1 topildi 625, y 2 topildi 1 ga teng. 4-darajaga oshirganmiz. Endi hozir 4-darajali tizosida x ni olib kelib, y ni olib kelib qo'ysak, 4-darajali tizosida x topiladi. To'g'ri bo'lishini olib kelib qo'yamiz.
4 darajali tizosida x kerak ekan bizga. Plus 600 yoki 5 ni o'zi, 5 ni o'zini olib kelib qo'yaman. 5 ni o'zini olib kelib qo'yganda birinchi teng 6 ga 4 darajali tizosida x teng bo'ldi 6 ayrilgan 5. 4 darajali tizosida x teng 1, ya'ni x topildi 1 ga. 4 darajaga oshirganda 1 bo'lib qoldi. Bari. Shunda keyingisiga olib qo'yaman. 4 darajali tizosida x y o'rniga 1 qo'yyapman. 1 teng 6. 4 darajali tizosida x teng 6 ayrilgan 1. 4 darajali tizosida x teng 5. Yoki x imiz topildi 625. Tenglamalar sistemasi yechimlari topildi, yechimlarni olib qo'yaman. Shunda x1 ma'lum bo'ldi bizga. Mana bu joyda x1 ni topdik, 1 ga tengligi, x2 topildi 625 ga teng. Demak x1 1 ga teng, y1 625. Keyingi x1 imiz 625 va 1 ga teng. Demak, bunaqa misollar milliy sertifikatda uchrashi aniq, chunki turli xil mavzularni, tenglamani, ratsional ko'rsatishni tenglamani, ular bir nechta 7-sinfdagi hisob ko'paytirish formulalarini, tenglamalar sistemasini, kvadrat tenglamani o'z ichiga olgani uchun tushunib qolish ehtimoli katta, yaxshilab o'rganib qo'yasiz. Tenglamalar sistemasidagi, tenglamalar sistemasidagi navbatdagi misolni ko'ramiz. Bu holatda bizga yana o'sha belgilash ilzosida x ni a deb belgilab olaman, ilzosida y ni d deyman. Ilzosida x ni a deb belgilasam, ko'paytmaga a deb qo'yib qo'yaman. Demak, a qo'shilganda teng 8 ga, ya'ni a ni o'rniga ilzosida x qo'yilgan, belgilandi. A ko'payganda teng 15. Hop. Birinchi tenglamasidan a topaman. A teng 8 minus 1. Va ikkinchi tenglamaga olib kelib qo'yaman. Demak, 8 minus 1 a ni o'rniga ikkinchi tenglamasiga olib qo'yaman. A ni 8 minus 1 b o'z bitdi. B teng 15. Hamma ko'paytirib hozir qo'shing. 8b minus b kvadrat teng 15 teng 10 tomonga o'tib olaman. B kvadrat minus 8b plus 15 teng bu tomonda bo'lgani uchun 15 ni ishora plus bo'ldi va ko'paytiruvchiga kirdim. B minus 3 b minus 5 ni ko'paytiramiz. Bu 3 xat. Shunda har birini nolga aylantirib 3 qiymatlarni oladigan bo'lsak, b minus 3 ni ham nolga teng qilamiz va b minus 5 ni ham nolga teng. B1 ma'lum bo'ldi 3 ga tengligi, B2 ma'lum bo'ldi 5 ga. Qarama-qarshi robot tuzilgan. Va biz b deb ilzosida x ni belgilagandik. Ilzosida y ni belgilagandik. Shunda 3 ga tengligi ma'lum. Ilzosida y ni 5 ga tengligi ma'lum. Ilzosida y ni to'g'ri borib qo'ysak, keyingisida ilzos x ma'lum bo'lib chiqadi. Shunda boshlarim ilzosida y ni o'rniga ilzosida x plus 3 birinchi qo'yiladigan son 8 ga ilzosida x teng 8 ayrilgan 3 yoki ilzosida x teng 5 bo'ldi. 5. Shunda kvadratlarni ko'tarib aniqlasangiz bo'ladi 5 da. Keyin qilaman bu ishni, keyinga olib y ga qo'yaman. Ilzosida x plus 5 teng 8. Ilzosida x topildi. Bunda 8 dan 5 ayrilgan keyin 8 ayrilgan 5. Ilzosida x teng 3ligi ma'lum. Ana endi kvadratga oshirganlikni aniqlab olaman. Kvadratga oshirganimda start ketib ilzosida ylar, ya'ni 9 ga teng bo'ldi. Kvadratga oshiraman. Start ketib ylar 25 ga teng bo'ldi bittasi. Shunda birinchisi 9, ikkinchisi 25 deb qabul qilamiz. Keyingisida kvadratga oshiraman. Qisqardi x teng 25. Kvadratga oshiraman. Qisqardi x teng 9.
Shunda birinchi ildizi, ya'ni birinchi x 25, ikkinchi x 9 bo'ldi. Umumiy yechimni olib qo'yaman. Y lar topildi. Y1 va Y2, x1 va x2. x1 25, Y1 9. Keyingisida x2 9, Y2 25. Egalar sistemasining yechimi aniqlandi. Sal ko'rinishini endi belgilashni, ko'rinishni murakkabroq ko'rinishga o'tkazaman. Ya'ni misolimizni mavzular ketma-ketligi juda ko'proq bo'lgani uchun yana ham murakkabroq ko'rinishga o'tkazamiz. Siz videoni to'xtatib ko'rsangiz bo'ladi. Men tezroq gapiryapman, ko'payib ketmasligi uchun. Qayta o'tkazib yoki qaytarib ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Kommentariylar uchun qolgan joylaringizni yozsangiz javob qaytarishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Keyingi misolga o'tamiz, navbatdagiga. Navbatdagi misolimiz sal ko'rinishi qo'rqinchliroq ko'rinish, lekin yengilroq esa yo'llar bor, yengilroq esa. Shunday ko'rgan bo'lsangiz, birinchi hadi 6 plus ildizi x, ikkinchi hadi 3y plus 4 ildizi va shunga o'xshash hadlar bor. Yana o'sha to'g'ri qo'shib bersam ham bo'ladi. Qo'shib berganimda qarama-qarshi kelishim bo'lgani uchun ayrilib ketadi. Mana bu 3 bilan 4 ning koeffitsentlari ham ayrilib, ildizi ostida 3y plus 4 teng bo'ladi 4 ga. Chunki manfiy son bilan misol sonning yig'indisi ayriladi. 4 dan 4 kvadratga oshiraman. Kvadratga oshirganimda 3y plus 4 hosil bo'ldi, teng 16. 3y teng 16 ayrilgan 4, 3y topildi 12 ga tengligi, y'imiz topildi 4 ga. Y topildi. Hozir ikkinchi tenglarga yo'q, birinchi tenglarga borib qo'yib, ikkinchi tenglarga borib qo'yib, aniqlab qo'ysak bo'ladi x ni. Ildizi ostida 6 plus x birinchi tenglamada qo'yiladigan bo'ldi, tushuntiriladi. 3 ildizi ostida 3 kara 4 plus 4 teng minus 10. Ildizi ostida 6 plus x teng bo'lar ekan 12, 12 ga 4 ni qo'shsam 16, 16 dan ildizi ostida 16 dan 4 chiqadi. Minus 10 bor, tenglikni 10 tomonida, mana bu joydan 4 chiqish hisobiga 3 bilan ko'payib minus 12 hosil bo'ldi. Minus 12 tomonga plus 12 bo'lib o'tadi. Ildizi ostida 6 plus x teng 2 ga. Yana kvadratga oshirib boraman. X ni aniqlash uchun chiqardi 6 plus x teng 4. X ni topdim, faqat 4 dan olmaydi. Natijasi x minus 2 hosil bo'ladi. Natijamiz umumiy tenglamlar sistemasi natijasi minus 2u 4. Yana qaytadan tushuntirib chiqarib qolaman. Tenglamlar sistemasidan qo'shish usulidan foydalanib, qarama-qarshi koeffitsiyentga ega bo'lganligi uchun ayrilib ketib, bizda faqat y'li ifoda qoldi. Y'li ifodani y'ni aniqlab olib, o'rniga borib birinchi tenglarga qo'ydik. Qo'yilgan joy ko'paytirib 3 ga 4 ko'paytirib 4 ni qo'shganimda 16 hosil bo'ldi. 16 dan 4 ni chiqardim. 3 kara 4 12, 12 manfiy ishorali bo'lganda tenglikni 10 tomoniga musbat ishorali 12 bo'lib o'tdi va ikkalasi ayrilib 2 ni berdi. Kattasi ishorasi musbat bo'lganligi uchun ildizi ostida x plus 6 plus x desam yoki x plus 6 desam bir xil natija chiqadi. Shunda kvadratga oshirdim. Kvadrat bo'lganligi uchun natijasi 4 bo'ldi va 6 ni 10 tomonga o'tkazib oldim. Ayrilganda minus 2 hosil bo'ldi. X minus 2 ligi ma'lum bo'ldi. Keyingi misolga o'tamiz.